Akamning kundalik xotirasi. 10-qissa. Atsi, tuyuqsizla sardil uyg'onib ketdim. Bugun menga nima bo'ldi ekan? Azaldan bundaq baldur ham bundaq sarda turib baqmagan edim. Öyləni bir qor tozlab bo'lgandan keyin yuz ko'zimni yuyib bo'lib, qo'ylarga yem selib bergandan keyin choy qaynatib choy ichdim. Lekin oqshom Jurat bilan Abduvali elib kelgan manta hech yerda ko'rinmaydi. Oqshom yemayli ustalning ustiga qo'yib qo'ygan edi. Bir kechida yo'qab ketibdi desa, qanday qish bo'lib ketdi endi. Bugun havo sal sovuq bo'lib, odamning to'g'i atlari tik turadi. Ishikdan endi chiqishim qo'shnimiz Olimkan bilan, ya'ni ikki kishining gaplarini anglab qoldim. Qaranglar O'rayimjon. Avu, yana bir mahallədəki Osman kecha uy kirmay, bir söhbətni çatıb sarang bo'lib qapti. Yani texi 10 yoshga kirgan o'g'il balni ko'rsla, keynimdan qo'g'lab kechdi, yana alvas elib ketdi. Sen o'lasan deb qo'rqdi degan. Mahallaning ichida bu kanatda alvasda bor. Bu bir sirliq kanatga aylanib qoladi. Mush kentdagi barliq kishilar o'lib ketdi deb jarsilib, mahalladagi kishilarning yurkiga vahim soldi ki deymi? Asta, ma ishni amdi. To'xta, bu hargizmi oddiy ish emas deymi? Ularning gaplarini anglab, meni vahima qopladi. Abduvaliga telefon qilish uchun telefonni amda elishimga uningdan telefon keldi. Men tezla telefonni oldim. Voy adash, Adaş öyangda tuttu. Hiç yerga borma juma, men hozirli borman. Maqul. Ay. Kepinning oyig'ini deb bo'lmasdila, o telefonni qo'yib etdi. Uning bundaq deyishidan bir ishning yuz berganligini his qildim. Zoti neymiş yuz bergandi? Ya'ni qanday ishlar yuz bergandi? Mushundaq oyig'i yo'q bir turkum savollarni o'yladim. Uzoqqa qolmayla Abduvali keldi. Yura, uy kirib deyshayli. Abduvali motosikletni to'xtatdi va shundaq degenicha mening qo'limdan tortibla o'ylig'i so'rab mangdi. Men uning bu ishidan gangrabla qoldim. U meni karvat yeniga so'rab keldi va so'zini boshladi. Adash, Jurat u Juratga nima ish bo'ldi adash? U sarang bo'lib qapti adash. Nim deysan? Bu gapni anglab, kallamda bir chaqmoq chaqdi. Men teg'i uning yeniga bormadim adash. Yura bilib berib kelayli. Uning bilan Juratning uyiga qarab mangdiq. Biz uning uyiga kirdik. Uning dadisi bilan opsini. To'xtamay o'z-o'ziga so'zlayotgan Juratni ko'rdik. Uning dadisi bizning kirganimizni ko'rib, o'zini tuzashtirib, biz bilan ko'rishdi. Almiliqda oqqaga, chamliqda oqqaga. Qog'liq yo'ldagi qarqaga, eriq bo'yidagi oqqaga, eriq bo'yidagi o'stangdan bir tal olma topma. Olma ichidan topdim men. Kaptar bilan qo'yni, oqshomga o'tni men sog'am, o'tni suvning ustiga amat sog'am. Ballarim, sizlarmi ko'rdinglar balamning ahvolini? Bichora onasi kecha uxlamay yig'lab chiqdi. O'ylig'i chiqib deyshaylar ballarim. Juratning dadisi shundaq deb o'ylig'i qarab mangdi. Bizmi ortiq gap qilmayla kaynidan o'ylig'i chiqdik. Qani ballarim, o'ltiringlar. Uning dadisi shundaq debla karvatni ko'rsatdi. Biz kelib o'ltirdik va men so'z boshladim. Tag'a, Jurat qandoq bo'lib mushundaq ahvolga tushib qoldi? Tunugin biz ko'rishgan tursak, u chaqda sapmasaq edi. Endi bundaq tunugin u uyga kelganda men texi uxlamagan edim. U kirib ketib 10 minutlar o'tgandan keyin yana sirtqa chiqib ketdi.
Men hojatga chiqqan o'xshaydi deb uningga parvomi qilmay televizor ko'rib o'ltirdim. Shuning bilan bir chaq bo'lganda ig'ildiki qo'ylarning mərgan ovozi anglandi. Men nemish bo'lganda deb qo'lchiroqni ilib ig'ilga kirib hayronlik qoldim. O'g'il bir o'chkining ustiga minibdi. Yana texi xalit gaplarni qilib yuriydi qaranglar. Onun bu gaplarni faqatla tushunmadim. Men uning qishig'i yaqin berib, uni chaqirdim. Lekin u meni yiroqqa uchiribdi. U bakmi kuchlik bo'lib ketibdi. Chapa aytem chapa. Chapa. Bog'dayliqdagi seri qushqoch. Qo'noqliqdagi qora qushqoch. Chapa. O o'ziga qarab turgan o'chkilarga shundoq dedi. Men mahalla boshlig'iga telefon qilib, o'g'limning ahvolini dedim. Uzoq qolmayla Samatgam keldi va uning ahvolini ko'rib, cho'chib ketdi. Keyin biz o'g'limni doktorxonaga oldik. Doktorlar bir soatdan ko'proq tekshirgandan keyin uning bir nimadan qattiq qo'rqib ketganligini dedi. Biz amalsiz uyga qaytib keldik. Doktorxonadan u faqatli yotmadi. Qoppoq so'gat. Mushi gapni bekor turmay deb chiqdi. Bizmi bir kecha uxlamay uningga qarab turdik. Rost degandek Juratning dadisining ko'zlari qizdirib ishib ketgan edi. Tang etishga oz qolganda yaqin kelma debla bir bulunga berib turib oldi. Hatto biz yiqillasaqla bizga etiladi. Juratning dadisi shundoq deb qattiq ufsinib qo'ydi. Abduvali bilan ikkimiz bu gaplarni anglab bir xil bo'lib ketdik. Dadisi, Jurat hushidan ketdi. Dal shu chaqda uyning ichidan Juratning onasining ovozi anglandi. Biz tezda uyga kirdik. Qarasak, Jurat yerda yotadi. Nima ish bo'ldi? Men bilmadim. Turuplu hushidan ketdi. Juratning onasi yig'laverib, ko'zlari qizdirib ishib ketgan edi. Uning turqiga qarab, ikkimizni yig'i tutib ketdi. Biz ular bilan xo'shishib, nayt sulg'un holatda qaytdik. Kechqurun dadam opam keldi. Bir chaqda beshim qayib, ko'z oldim qorong'ulashib, badallarim qizib, ho'shimdan ketdim. Qanchalik o'zsiz yotqinimni bilmayman. Bir chaqda cho'chibla turib ketdim. Atrofga qarsam, men doktorxonada ekanman. Dadam, opam va Abduvali menga qarab turibdi. Oxiri u shunga kelding bolam. Bizni bak ansiratding. Shundoq bolam. Hozir qandoqroq tursiz? Xeyli yaxshi. Yaxshi turgan bo'lsanglar bo'ldi, amisa. Dadam shundoq dedi. Adash, yaxshi bo'lib qoldingmi? Ha, adash, xeyli yaxshi. Meni bak qo'rqatdingmi? Sizlar birdam aramayinglar. Sizlar 2 kun bo'ldi uxlamadinglar. Bir doktor shundoq deb kirib keldi. Shundoq, tag'a sizlar chiqib aramayinglar. Bu yerda men bor. Ular Abduvalining gapini anglab chiqib ketdi. Ukam, qandoqroq tursiz? Yaxshi doktor. Ondaq bo'lsa, yaxshi bo'pti ukam. Do'stni yaxshi tanlabsizmi? Bu do'stingiz 3 kun bo'ldi. Qishingizdan neri bo'lmadi. Men o doktorning gapini anglab, Abduvaliga qarab illiq kulib qo'ydim. Yana 2 kundan keyin doktorxonadan chiqsangiz bo'ladi ukam. Doktor shundoq deb chiqib ketdi. Mening o'zsiz yotganimga necha kun bo'ldi, adash? 6 kun bo'ldi, adash. 6 kun? Shundoq adash. Tungin oqshom sen bir dilla saranliq qilib, o'zing bilan o'zing birdam kulsang, birdam yig'laysan.
Ondan texi nertu yaqin kelma yo'qol deb vaqirab chaqirib doktorxona bishingga kelding adash. Onun gepidan qattiq cho'chib ketdim. Demak, men bu sarang bo'p qilishga ozli qopdiman-da. Men mu at o'ygun ichida jur'atdek so'zlab yuramanmi endi? Adash, hozir mahallaning Ay gepining ayg'in demamsa, Abduvali mening to'xtab qolganligimni ko'rib shunaq dedi. bo'ldi. Sening nim demoqchi bo'lganingni bildim. Sen shu mahallaning ishlarini so'ramoqchi-ku? Shunda qadash, doktor do'sting yeningdan ayrilmadi degan gibi esimga kelib, shuni so'ramagan edim. Mahallaga bordim, lekin hozir kichik bolalar yo'qab ketadigan bo'ldi. 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan qiz o'g'il bolalar har kuni 5-10 gacha izdiraksiz g'oyib bo'ladi adash. Nima? Bu kanatdan biri amal qilmadimi adash? Qildi, qilmamdigan adash. 24 soat mahallani charlaydi, lekin yanıla o'xshash. Yana kelib charlayotganlarni izdiraksiz yo'qab ketib bordi adash. Voy adash, nima deydigansan endi? Jur'at qandaq bo'ldi? Qaysi kuni o'shiga kelgan, yana burunqidek aljoq so'zlab yurdi. 2 kunning oldida yana o'shidan ketdi. Bechora opsi bilan dadisi to'li yig'lab, "Hey, yana kelib hozir kishilar bizning mahallani sirliq kanat deb ataydigan bo'ldi." Nima? Sirliq kanat? Shundoq adash. Hozir sirliq vahimlik ishlar bag'an siri ko'p yuz beradigan bo'ldi. Shuning bilan bir vaqtda sirliq holda yo'qab ketadigan, g'oldab ketadigan bo'ldi. Buning orqasida cho'qim bir sir bo'lishi mumkin. Shuning bilan 2 kundan keyin doktorxonadan chiqdim. Bu kanat, bu mahalla menga rostilla sirliq ko'rinadigan bo'ldi. Doktorxonadan chiqib 3 kun bo'lgan bir kuni kechida akamning uydan uyga ketib borsam, tuyuqsiz orqamdan bir qizning bulbuldek yiqimliq ovozi anglandi. Yaxshimisiz? Yaxshi, siz-chi? Men u qizga qarab shunaq dedim va u qizga qarab turibli qoldim. Chunki nihoyat chiroyli, qip-qizil lavlari, qip-qizil anordek mang'izlari, qop-qora qoshlari, qop-qora sumbul sochlari va o'ymoqdek bir jup nurliq ko'zi odamni o'ziga maftun qiladi. Uningdan sart usti-beshiga kiygan kiyimi bakmi yarashgan bo'lib, oy parizat qilib o'xshab qolgan edi. Nega mangdingiz bu kechida? Uyga mangdim. Siz-chi? Men shu zirkib ketib, birdam aylanib kiray deb chiqqan. Bo'pti. Men shundoq dedim. Birinchi qissa. Billa birdam aylanib kelamdoq. O qizning gapiga nima deb javob berishimni bilolmay gangirab qoldim. Birdam o'ylanib turib ketgandan keyin, ma'qul, dedim. Hajab yaxshi. Yalğız mağmaydigan bo'ldim. O qiz gapimni anglab kuldi. Mening ismim Almira. Sizning-chi? Israjidan. Ha, ismingiz chiroyli qismkan. Rahmat. Bo'lsa kechida sirtqa chiqmang. Nimishqa? Hozir kecha bexatar emas. Yana kelib g'alita va yemalik ishlar yuz berib kishilar sarang bo'lib qiyotdi. Yana texi o'lib ketganlarmi oz emas. Mening bir do'stimmi tuyuqsiz sarang bo'lib qoldi. Almira so'zlarimni anglab, gap so'z qilmayla uzoqcha turib ketdi. G'alati ishlar.
Shunaq. Qaraganda siz bu kanitlik emas o'xshamamsiz. Shundaq. Әтеген hammamning uyiga kelgan. Ha. Hozir hamma mahallami bexatar emas. Shunga bu da hargizmi kechida sirtqa chiqmang. Ha, ma'qul. Almira menga bir qarab qo'yib shunaq dedi. Men uning qarashidan nima qilishimni bilmadim. Biz xeyli oylangandan keyin qaytdik. Men uyga amdi kiray deb turishimga birning meni chaqirgan ovozi anglandi. Adash Sirajiddin. Arqamga qaradim. Asli meni chaqirgani Abduvali ekan. U bir so'gatning yanida menga qarab turardi. Adash, buncha kechida kelib qopsan-ku. Men shunday degach, uning yeniga bordim. Shu akamning uyiga borgandim. Sen birdan aylanib kelay deb kelsam, yelimi yaxshi, texi uyga kirmabsa. Ha, bo'pti Adash. Biz birdan oylangandan keyin qaytdik. Atsi qopgan chig'imda bo'lsa, hamma yerlarim urib chiqib-atgandek og'rib qopgan edim. Qarsam uyda dadam, opam yo'q turardi. Eshik oldiga chiqib turibli qoldim. Chunki olim degan qo'shnimizning uyining oldida bir soqchi mashinasi va 120 ning jiddiy qutqizish mashinasi turardi. Demak, ularning uyda bir ish bo'lgan edi. Men uyga kirsam, dadam bilan opammi shu yerda edi. Yerda bo'lsa, olimning jasadining ustiga og'riq deb qo'ygan edi. Sekretar, mahalla boshlig'i va kandis soqchisi Abdulla boshliqmi bor edi. Dadam mening qishimga keldi. Dada nemish bo'pti? Oqshom birsi olimni o'ltirib yetibdi. Demak, yana bir ishning boshlangani aniq edi. Kechqurun bo'lganda Abduvali telefon qildi. Uning deyishicha, Jurat uydan qochib ketibdi. Shunga meni tez kel dedi. Men Udulla Juratning uyiga bordim. Kelsam Abduvali bor edi. Adash, Juratga zodi nemish bo'ldi? Uning dadisining deyishicha, Jurat 1 soat burun uydan chiqib ketibdi. Nima? Amiz u qayerga ketgandi? Dadisi og'isining qo'g'lab borganda, uning silning mahalla tarafga borganini ko'ribdi. Bizning mahallaga? Shundoq. Yura, berib boqayli. Ma'qul. Biz shuni qilib, bizning mahallaga qarab mangdiq. Darvaqa, u yiliqi qaboq so'gat bor tarafga qarab mengayotdi. Uning mengishi faqatla o'ziga o'xshamaydi. Xuddi olvostidaglar osmonda laylab ketyotdi. Biz qaboq so'gatning oldiga kelganda bo'lsa, Juratning chiroyi birdilla o'zgarib ketdi va bizga qarab noyda vahimalik ovozda dedi. Bu kanat bir sirliq kanatga aylanadi. U olvosda birdilla qaboq so'gatning orsiga kirib yo'qab ketdi. Ikkimiz o'rnimizdan turib qoldik. Tuyuqsiz bir qo'l asta ikkimizning mo'rsini tutdi. Bizni vahima qopladi. O'ylamag'an yerdan beshim qayib, hoshimdan ketdim. Bir chaqda esimga kelib qarsam, uyda edim. Yanimda Abduvali bor edi. Ha, qandoqroq tursa? Yaxshi adash, lekin beshim sal og'riyotdi. Adash, sana bir ishni dey. Degina, qandoq ish u? Juratga olvos chaplashyapti. Nima? Sen qandoq bilding? Osman boy shundoq dedi. Uning deyishicha, biz olvoslarning uyini buzib tashlabdik. Yana yiliq qapoq so'gat o'lib ketgan sarang bo'lib qolganlar dal olvos chaplashyoganlar ekan. Men Abduvaliga o'zim yo'liqqan ishning hammasini dedim. U gaplarimni anglab qattiq cho'chib ketdi. Demak, olvosda sağım chaplashishni o'ylabdi. Bugun o'yinga bormi? At ketgan. Ma'qul adash. Bu ish qandoq bo'lib boshlanibdi? To'xta, sana hozir deb berma. Abduvali shundoq debla yotoq uyisining eshigini yopib-atdi. Ondan yanimga kelib o'ltirib so'zini boshladi. Asli bu ishlarni biz terg'a hashgan emas. Ya'ni biz bu ish yuz berishidan 15 kun burun biz uchimiz yiliq qapoq so'gatning yindiki kichik so'gatni kesib etgan emasmi?
Şunun bilan u sögetdan Alvasti atamanning ikki o'g'lining turdigan makon ekan. Keyin Alvasti atamanning achchig'i kelib, bizdan o'ch olmoqchi bo'pti. Şunun bilan Alvasti atamani avval kent kishilarga qarqolni sapti, keyin Juratga va Sangmi sapti. Elim yaxshi, sen Juratdek sarang bo'lmading. Biz aşı Alvastining atamanini u sögetning ichiga banib qo'yasakla, hamma ishlar o'rniga keldi-ekan. Qana qiladi ekanmiz. Osman bovoy men qanday qilishning usulini deb berdi. Biz bugun kechda u qapoq sögetning yiniga berib, u Alvasti atamanning o'ng ko'zidagi bir tal qizilranglik uzukni elib, qinimizdan ozroq timitib, u uzukni Alvastining ig'ziga silvasakla bo'ldi-ekan. Shundaq adima? İkimiz qanday qila olamiz bu ishni? Chunki u Alvasti ikkimizni ko'rgan. Acaba akşamki Dal o'zi shu. Bo'ldi. Sen aram ol. biz kashqurun hamma odam uxlab bo'lganda u qapoq so'gatning qishig'i keldik. Qarsam Osman bovoymi kelgan edi. Yani yarım saatdan keyin men u Alvastini chaqirib chiqaman. Shu chaqda gap qilsanglar bo'lmaydi. Ham midirlashqin bo'lmaydi. Tushuna olama? Shundoq bova. Shundaq bova. Biz tangli shundaq dedik. Osman bovoy u qapoq so'gatga yerim qarab o'ltirgandan keyin dedi. Gap qilmanglar. U ko'zini ching yumib, birdan turgandan keyin ko'zini ochdi. Orqadilla u qapoq so'gatning atrofida 5 tal o't sharchisi paydo bo'ldi va bir yerga yig'ilib, yiliqi Alvastiga o'zgardi. Meni nemiga chaqirding? Alvastining ovozi bakma vahimalik bo'lib, xuddi qiyri odamning ovozidek chiqadi. Seni chaqirishimda mundaq ikki xil sabab bor. Qani degina. Oldi bilan bu ikki bola bilib bilmaylar sening ikki bolani o'ltirib qo'yibdi. Sendan kechirim so'rayman. Amde gapning o'ziga kelsak, sen 2 kun ichida bu yerdan ketsan. Agar unumasang, seni bu ikki bola mushu so'gatga band qilib etadi. Mushu ikki bolama? Men ketmayman. Mushu yerda turaman. Rost ketmamsan? Shundaq. Shundaqmi? Amsi mendan ranjima. Osman bovoy shundaq debla yendagi bir qonga chilangan pichoqni Alvastiga qaratib atdi. Pichoq berib Alvastining putiga sanjildi. Alvasti qattiq varqirab ketdi. Men taqisini xeyr yomon o'xshaydi debdiman. Asli bir bola Alvasti ekansan-ku. Hammangni yavaytaman. Tez bo'linglar. Biz tezla o'rnimizdan turib, Alvastining ustiga chiqdik. Alvasti qattiq birni silkinib, ikkimizni yiqitibdi. Biz qaytadan uning ustiga chiqdik. Alvasti bo'lsa, Abduvalini ustidan ilibla yiroqqa etibdi. Men tezla uning ko'zidagi uzukni ilibla qo'limni tishlab chiqqan qonni uzukka eqitdim va uning yo'g'on eg'iziga tiqibdim. Alvasti qattiq varqirabla meni yerga etibdi va o't bo'lib kuyib ketdi. Ondan qapoq so'gatdan qop-qora islar chiqib to'xtab qoldi. Ular bu yerdan ko'chib ketdi. Endi bizni avar qilmaydi. Yuringlar, ketaylik. Ertasi Jurat uyda paydo bo'ldi va sarang bo'lib qolgan kishilar asliga keldi. Mahalladagi kishilar shu kundan boshlab bu mahalladan, ya'ni bu kanitdan ko'chib ketdi. Bu kanitning ismi hozir sirliq kanit deb atiladigan bo'ldi. Mana bu bizning oddiy bo'lgan hikoyamiz. Gerçi oddiy bir ishlar bo'lsa-mu, odamni vahimaga soladigan ishlar yuz bergan. Pa ma akamni xotirni ajab to'liq astoydil yozibdi deysa? Mana xotirningmi yerimi tugab bo'pti. Ya'ni ishni yozsizlar, bu xotir tamoman to'shatdi. Men soatga qarsam, kech soat 9:30 bo'lib qolgan bo'lib, qo'rsqimning ochqanligini sezmay o'qib ketganimdan hayron qoldim.
Keyin mahallining beshidagi do'konga chiqib, azroq yeydigan tayyor cho'p, ushaq-chushak narsalarni ilib uyga kirib ketdim. Ularmi qaytib keldi. Kechqurun akamning qishig'iga kirdim va akamning yanida o'ltirdim. Ha, xotirni o'qib bo'ldingmi? Ha, o'qib bo'ldim. Sen ishlarni mushundaq tafsiliy xotirlab menga ekansan. Shundoq. Meni to'la gap sanmay, chiqib uxla. At xotirni achirib berjuma. Voy ma'qul aka, ma'qul. Men shundaq deb chiqib yotdim. Aziz anglag'uchilar, vahimalik asar akamning kundalik xotirasining barliq qismi mush yerda tamomlandi. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat.